Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Abbos roziyallohu anhuma rivoyat qilgan hadis. Ko'p begunoh kishilarni o'ldirgan, ko'p zino qilgan ahli shirkdan bo'lgan odamlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, sen aytayotgan va chaqirayotgan narsa yaxshidir. Ya'ni biz uni qabul qilamiz. Sen bizning qilgan amallarimizga kaforat borligini aytsang edi, deyishdi. Shunda quyidagi oyat nozil bo'ldi. Ular Alloh bilan birga boshqa biron ilohga duo iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni harom qilgan biron jonni nohaq o'ldirmaslar hamda zino qilmaslar. Kim mana shu gunohlardan birontasini qilsa, uqubatga duchor bo'lur. Furqon surasi 68-oyat. Mana bu oyat nozil bo'ldi. Ey Muhammad alayhissalom, mening turli gunoh ma'siyatlar qilish bilan o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Allohning rahmati, marhamatidan noumid bo'lmangiz. Albatta, Alloh o'zi xohlagan bandalarini barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta, uning o'zigina mag'firatli, mehribondir. Zumar surasi 53-oyat.